64 kvadratli uyimiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bugun biz sizlarga 2, 3 va 4 xonali uylarimizni tanishtirib o'tamiz. Ketdik. Liftdan chiqishimiz bilan 10 qo'lda 64 kvadratli shinamgina xonadonimiz shu ko'rinishda bo'ladi. Hop, bu 2 xonali hisoblanib 64 kvadratli uyimiz. Kirishimizdan ro'parada oshxonamiz bo'lyapti, chap tomonda spalni, o'ng tomonda bunusarab zal. Siz bo'ladi aka, bemalol. Eshikning ro'parasida sanuzel. Sanuzilimiz joylashgan. Endi sizlar bilan 75 kvadratli, ya'ni skvoznoy uyimizni ko'rib chiqamiz. Ketdik. 75 kvadratli xonadonimizga ham kirib oldik. Ushbu xonadonimiz skvoznoy hisoblanib, Bu yerda mehmonxona va oshxona joylashgan. O'ng tarafimizda yotoqxona joylashgan. va o'zini sanuzeliga ega. 64 kvadratli uyni ko'rdik. 75 kvadratli uyni ham ko'rdik. Endi ko'p farzandli oilalarga ham katta kvadratli uyimiz bormidi? Albatta aka, 108 kvadratli uyimiz bor, lekin u sanoqli qolgan. Shuni ham ko'rsataylik. Ketdi aka. Mana ketdi. Mana 108 kvadratli uyimizga ham kirib oldik. Ushbu xonadonimiz ko'p farzandli oilalarga mo'ljallangan va ushbu xonadonimiz 4 xonaga ajratilgan. Kirishingiz bilan Ro'parada детский spalni, yana bitta yonida детский spalni, oshxona va mehmonxonasi ham bor. Bu mehmonxonasini o'zini balkoni ham bor va yonida kattalar yotoqxonasi joylashgan. va ushbu xonadonimizda ikkita sanuzeli ham bor. Mana shu uyni aka sotish kerak, mana shuni oxiriga. Ketdi video. Ko'rib turganlaringdek, ushbu osuda zamin loyihamizda xonadonlarimiz sanoqli qoldi. 108 kvadratli uylarimiz hamda 75-64 kvadratli uylarimizni siz hoziroq kelib muddatli to'lov asosida xarid qilishingiz mumkin. Naqd to'lovga hozirgi kunda chegirmamiz mavjud. 78lik 555 0303. Sizlarni ofisda kutib qolamiz.